Assalomu alaykum. Nimadir kerak edi? Ha, iPhone olsammikan, olmasammikan, qaysi biri yaxshi? Yomonini yaxshisidan qanaqa bajirataman? Agar yaxshi deb o'ylab qolganim yomon chiqsa, nima qilaman deb o'ylab turdim. Yordam berib yuboring. Ha, qarang, 90% odamlar bu skripting funksiyani bilmaydi. iPhone'da bitta funksiya yoqsangiz, hamma informatsiyani bilsangiz bo'ladi. Vau, rostdanmi? Qarang, birinchi iPhone zaryadkaga qo'yib gromkost tugmalarini bosib turamiz. Keyin agree bosib shetga kiramiz. Programma telefonni skanerovat qiladi va u haqida hamma ma'lumotlarni beradi. Mana telefon haqida ma'lumot chiqdi. Bo'ldi. Rahmat sizga yaxshi inson, lekin ikkalasi ham yaxshi ekan-ku. Nimaga bilasizmi? Конечно bilaman. Bu telefonlar chunki iCell'da sotiladi. iCell'ga obuna bo'lishni unutmanglar.